awlan nas bi yawmal qiyamah aktharuhum alayhi salatan degan hadisni hujjat qilib keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, qiyomat kunida menga eng yaqin bo'ladigan kishilar menga eng ko'p salovat aytganlardir deydilar. Ya'ni kim Rasulullohga yaqin bo'ladi desa, dunyoda salomni ko'paytirganlar. Bekor o'tiribmizmi? Do'konimizdir, uyimizdir, mashinamizdir. Salovatni ko'paytirmaymizmi? Rasulullohga atab salovatlarni ko'paytirmaymizmi? Salovatni aytishlik Rasulullohni qiyomatda u kishiga yaqin bo'lishligida sababchi bo'lar ekan, omil bo'lar ekan. Shuning uchun salovatlarni ko'paytirmoqligimiz kerak. Buni olimlar biz ummatga, sahob, mo'min musulmonlarga bularni bildiryaptilar.